Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Buxari ham Muslim jiyinda keltiran sahih qudsi hadisda Allah subhanahu wa ta'ala ayta, chunki qudsi hadis biz bilabizmi, u Alloh taolaning so'zlari, ma'nolari indi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha bizga aytilgan, erishtirgan hadisini u qudsi hadis deb aytiladi. Ham Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "İza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alayhi hatta ya'malaha." Agarda qulimdi, ya'ni biz kishilar baribizda Alloh taolaning qullari bit indi. Agarda shu mening qulimdi biror buzuqlik, gunohli amal qilirga tili ekanda, fala taktubuha 'alayhi hatta ya'malha. Yozmay turig'izdi ishlagan shayga qadardi. Ya'ni biz bilamiz, bizning amallarni yozib turuvchi farishtalar bor. Shular bitin, o'ng yoqdagi farishtalar yaxshi izgi amallarimizni yoza, so'l yoqdagi farishta bizning buzuq, gunohli amallarimizni yozib turaydi. Ham Alloh subhanahu va taolo bunda aytadi, o'sha farishtalarni endi bizning amallarni yozib turuvchilarga mening qulimdi biror buzuqli, gunohli amal qilirga o'yladi ekanda, shu o'ylagan ishinde gunoh yozmag'izdi, ishlasagina yozig'izdi. Ya'ni ishlagan shay haqlik yozmay turig'izdi shu gunoh. Masalan, biror kishi biror boyning anda mana o'xshasi ko'p indi, azrak olsam menga ziyon kelmas deb o'xshasin urlarga o'yladi ekan. Ham endi urlamasa menga yozmaylar shu buzuqlikni endi. Lekin endi shu buzuqlikni ishlasang, urlasa bu vaqtda yoziladi. Hani hadisda davom etiladi. Mana bundan bilamiz, hali biz uy fikrlar ishingina, niyat ishingina Alloh taolo ekan bizga rahimli, shafqatli bizga qarata bu gunohni yozdirmay ekan. Ishlagan shahadlik yozmag'izdi. Hamin narsada fa in amilaha faktubuha bimithliha. Agarda endi ishlasada shu buzuqlikni nima? Bir nasharlik, gunohli amalni shu ishlaganingina yozig'izdi. Ya'ni biror gunoh ishladi, masalan, urladi shu boyning o'xshasin deb. Shu urlagan deb, shu aqshani deb yozirga qo'shaydi. Shugina yoziladi. Shu gunohgina, ammo ortig'i yozilmaydi. Va in tarakaha min ajlidi faktubuha lahu hasanati. Amma lekin endi shu gunohni o'yladi-da, niyatladi-da, amma lekin Alloh taoladan de menim uchun de, Alloh taoladan de qo'rqibdi, yanda Alloh taoladan uyalibdi, qoldirdi ekanda, anga bir savobli izgi amal yozig'izdi. Allohdan rahimligi. Agarda men shu niyatladi ekan, shu boyning o'xshasin nurlarga ham endi Alloh rizoligi uchun endi isini tushdi qaralay. Alloh taolo qarshina qaytasi bor, bu qiyomat kuni bo'lasi bor, bu Alloh qarshina bosib nechik javob beraman ekan deb endi qo'rqdi-da, yo'q demayman tega. Qoldiram buni Alloh rizoligi uchun deb qoldira ekan, Alloh taolo endi farishtalarni aytgan, menga izgi amal, savobli amal yozig'izdi endi. Unda kishi endi bir gunoh ishlarga o'ylab endi qoldira ekan, Alloh taolo savobli bo'lar endi. Hatto mana shu fikr uchun bunda Allohdan rahimligi ko'rinadi. Bu gunohni yozmasqa qo'sha agarda sen o'ylading, uni ishlamading, yozmasqa qo'sha. Ammo lekin o'ylading ishlarga Alloh rizoligi uchun qoldirdi ekan, yozirga qo'sha narsani savobli amalni endi. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasana. Ham shulay yo'qdi, agarda biror izgi amal ishlarga o'yladi ekanda, biror yaxshi amal, savobli amal. Ham endi ishlamishi qoldi ekan, biror turli sabablar orqasida, ana tobindanda, shulay yolqovlanibmi? Shulay baribir ana izgi amalni yozig'izdi Alloh subhanahu va taolo. Mana kishi o'yladi ekan, sadaqa beram deb biror muhtojga, nega endi yorli kishiga, ham tigi faqir kishi masalan ketib bordi. Ishlamishi qoldi. Yoki o'zina kerak bo'ldi-da aqsha, o'zinan da bir kerak yarog'ini olib qo'ydi. Shu o'ylagan ishinde Alloh subhanahu taolo ayta, farishtalarni izgi amal yozig'izdi. U fikr ishinde Alloh subhanahu taolo bizga endi yoza ajr savobini endi. Ham shulay ayta, fa in amilaha faktubuhu lahu bi'ashri amsalha ila 700 di'fti. Agarda ishlasang dedi, shu izgi amalni niyatladi, ishladi ekanda, anaday
10 ajr savob olasiz deydi. Shu 10 ajr savobni endi 700 martabaga ko'tarigiz deydi. Ya'ni Alloh taolo tili ekan, biror izgi amal ishladi ekan 10 ajr savob beradi. Biz bitin o'yladik, ishlamadik ekan, birgina ajr savob beradi Alloh taolo. Ishlasak 10 ajr savob yozadi shu ishlagan izgi amalga. Ham shu 10 izgi savobni Alloh subhanahu va taolo 700 martaba orttirib o'stirga mumkin endi. Bunda endi bizning niyatimizga qarab, endi tirishligimizga qarab, ixlosligimizga qarab, ko'pmanda tirishlik talab etildi, ko'pmanda kuch tugildi, ko'p moqsha tugildi. Shunga qarab Alloh taolo undan olib izgiligimizni 700 martabaga orttirga mumkin endi. Mana bu qudsiy hadisdan endi o'zi bizga endi eng ko'p, eng zo'r foyda olamiz. Alloh eng birinchisi ul Alloh taolaning rahimligi endi. Bizga qarata rahmati turunda. Endi yumart zot bo'lishi turunda. Hali biz uylar ishida, yaxshi uy ishida biz ajr savob olamiz. Ishlamasak-da. Ammo lekin qarag'iz rahimligi Alloh taolaning bizga qarata o'yladik biror gunohli, ammo lekin ishlamasak, u bizga yozmay. Uy ishida, noshar fikr ishida u bizga yozmay. Ammo lekin yaxshi uy fikr uchun bizga Alloh taolo yozadi. Mana qarorga kerak Alloh taolo nindi rahimli zot bizga qarata endi. Shularni o'ylagach, fikrlagach biz uyalarga tegishmiz, anga qarata gunohli, buzuq amal ishlarga endi. Ham ko'rik Alloh taolo yumartligi izgi amalni ishlasak, undan olib 700 martabaga o'stira, orttira shu amalimizni endi. Bu ko'rsatdi Alloh taolaning yumartligini endi. Ammo Alloh subhanahu va taolo endi bizga tavfiq hidoyat bersin, izgi amalni endi o'ylasak, niyatlasak, ana ishlarga da tavfiq bersin, chunki ishlasak endi ajr savobini ko'proq berashak, undan olib 700 martaba haqlik orttiramdi endi. Izgi amallar ishlab, buzuqliq amallardan tiyilirga yozsin endi. Hatto uy fikrlar o'ziga da kela ko'rmasin, buzuqliq amallar endi bari tek o'zi rizo bo'lgan, o'zi yaratgangina izgi amallar qilib yasharga nasib eylesin. Subhanakalloh bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.